Assalamu alaykum savodoshlar. Bugun o'tadigan darsimiz shakar prənik. Bu shakar prənigimizga ketadigan materiallar bilan tanishib o'tsak, seriq may, ya'ni sarı maydan 60 gram, quyruq maydan, dumba mayda 60 gram, su may 60 gram, puraqsiz su may ya xanımlar. Ondan keyin shakar. Shakarda 200 gram, 4 tane tuxum, 200 gram qatiq, 700 gram un ve köptürgüçten 10 gram. Muş materyallar ketadi hanımlar. Biz bu materyallarni tayyor qilib olgandan keyin oldi bilan uyning temperaturasi erigan seriq may, quyruq may, bu su may uchisini yaxshi aralashtirib köptürib olamiz. İkinci qadamda shakarimizni silib köptürimiz. Bu shakar erib olgandan keyin ondan keyin üçüncü qadamda bu tuxumni töküp köptürimiz. Ondan keyin qatiqimizni solamiz. Ondan keyin unni tasqib olib bu köptürgüchlar aralashtirib olgandan keyin oz-ozini silib xamir yo'g'irib olamiz. Endi ishlash bosqichiga o'taylik. Mana savodoshlar, biz quyruq may, sarı may, su may hamısını bu köptürüş maşinamızdan qayçısı qo'yib tayyor qilib oldik. Buni köptürüş bosqichiga o'tamiz. Bu aralashma köpüp oqish holatga kelganda 5 minut köptürdük. Endi biz 200 gram shakar töktük. Bunu yana köptürüp shakar erguncha köptüramiz. Endi biz 3-cü qadamda bu 4 tane tuxumni tökümüz. 4 tane tuxum töktük. Yana bunu köptürüşke başlayımız. Endi biz ahırsıda bu qatiqimizni 200 gram qatiqni töktük hanımlar. Bunu toza yaxshi chap aralashtirib olamiz. Endi biz ahırsıda bu unimizning tabiga 10 gram köptürgüchimizni töküp tayyor qilib olgandik. Endi buni tasqab tayyorlaymiz. Mana savodoshlar, biz 700 gram unimizni tasqab ilgakdan o'tkazib oldik. Mana shunday qadag'uz narsalar chiqdi. Endi biz buni oz-ozdan abayqa aralashma qo'yib xamir yo'g'iramiz. Mana qizlar, bizning xamirimiz qo'lga yapışmagan darajada yumshoq bir xamir yo'g'ilib bo'ldi, xonimlar. Endi biz bu xamir yo'g'irish kuchini chiqarib o'tib, xamirimizni tugilab 10 minut tindirib qo'yamiz. Abayda men eskartishni unutib qolibman. Xamirni köptürgan uchini aralashma köptürib olgandan keyin mana xamir yo'g'irish uchiga almashtirib xamir yo'g'irgan uchi bilan xamir yo'g'iramiz. Bo'lmasa, yo'g'irgan chog'imizda köptürgan uchi buni paylashamay qoldi. Endi biz bu xamirni 10 minut qo'yib, tingandan keyin rastlash bosqichiga o'tamiz.
olmayıp durğandan keyin görüşelim. Küz assam dünyaga men bulup adem yaşaysan üçün dep sordu vicdan. Çoğ buldum yaşadım heli yaşıkça hayatning yolida dolaşıkça tapmadım cevapni bulgaç bek nadan tapmadım cevapni bulgaç bek nadan. Küz assam dünyaga men bulup adem yaşaysan üçün dep sordu vicdan. Çoğ buldum yaşadım heli yaşıkça hayatning yolida dolaşıkça tapmadım cevapni bulgaç bek nadan tapmadım cevapni bulgaç bek nadan. Küz assam dünyaga Mana savodoshlar, biz to'xobgina oldin ola 200 Selsiya gradus kız olduk. Endi men gradusini 170 Selsiya gradusga qo'ydim. Buni 20 minut atrof pishirib chiqaman. Mana bizning shakar piranigimiz pishib chiqdi, xonimlar. Shunchalik yeyishlik va ta'mlik bo'libdi. Shuni yaxshi chiqibdi, shunda ta'mlik chiqibdi bu.